En güzel videoda Futbol 2025'ni qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib beraman. Agar mana shuni bo'lsa, bayroqlarni ustiga bosib, xohlagan davlatlarni qo'ying. Yevropada mana shuni qo'yaman men. Chunki qiyin bo'ladi. Hozir O'zbekistonda o'ynayman. Qarab turinglar. Qanday o'ynash kerakligini ko'rasizlar. Welcome to the match. Fans seem like they are really looking forward to the game. The match has begun. Birinchi mana shu burchakdagi odamga pas berish kerak. Keeping possession nicely. It's the moment. Yes, it is. Birinchi martasiga uradi. There goes the Agar ball. zo'rlar bilan tushib qolsalar. Credit to them for winning back possession. Might be able to get in behind the defense. Mana shuni tep borish kerak. O'rtaga kelgan payt Nice one. mana shuni yurib boshlasa, top izdan qo'yinglar. Danger, reverse it for now. Nice clean through. Mana shuni gol urasalar, topni izdan quvib yurish kerak. Topni izdan quvmasa, gol o'tkazdirasizlar. Steps up to steal the ball. Keyin mana shuni kelayotgan odamga birdaniga hujum qilinglar. Decent position here. Keyin bu yerda har doim pas bilan o'ynash kerak. Through ball. Mana shuni vaziyat kelgan payt mana ikkinchi golni ham urdik. Bunday joylarni skip qilaman, chunki menga yoqmaydi. There goes the ball. Bunda agar chiroyli vaziyat bo'lsa, Beautiful footwork. sizlar bemalol ana Danger, videoga olish, reverse it for now. videoga olib ana YouTube'ga qo'ysam bo'ladi. Restart from the goalkeeper. Steal. Vaziyatda har doim hamma odam In lane. to'g'ri borish kerak. Mana shuni orqasidan atarib yurasanlar, nimaga men bunday qilyapman? Looking for options. Chunki tepaga qaramagan payt men bemalol o'tkazib ketaman. Agar hali o'yinni yaxshi bilmasalaring, bemalol sekin yuringlar. Mana buni qo'yib bemalol. Men anchadan beri o'ynayman buni, anchadan beri o'ynab ancha tushuna olganman. Might be able to get in behind the defense. Bu dilis o'ynaydiganlar, Forward. bu dilis o'ynaydiganlarga emas. Might be able to get in Futbol behind the defense. 2025 o'ynaydiganlarga faqat. Through ball. It has to be. Mana shuni payt tepish kerak. Qaysi burchakka borsa ham. Bo'lmasam gol o'tkazdirasizlar. O'sha 4-mi, 3-chi gol ekan. O'sha birinchidan 3ta gol. Beautiful through ball. Carrying the ball forward. Mana shuni payt yana tepib qo'yinglar. Keeping masterclass. Odam yo'q paytda. Tep borsa topni izdan quvish kerak. Seeking out a passing lane. Agar buni top qochib outga chiqib ketsa, hayajonlaninglar. O'ziga yaqin odamga tashlaydi.
Agar bunday o'tib ketadigan bo'lsa, tasodif emas. Bu o'zi o'yin mana shunday bagi bor. Tried a through ball. Pas bergan payt hardam o'yinchiga yugurib boringlar. We are going to have a few additional minutes. Steps up to steal the ball. Nice through ball. Mana shunday payt olib qo'ysa, yugurib boringlar orqasidan. Yutqazsanlar buni. Looking for options. Mana shunday payt orqaga tashlab qolish kerak. Might be able to get in behind the defence. Mayli, men bu joylarni skip qilaman. Well, that's the end of the first 45 minutes. The two teams have swapped sides and we are now ready for the second half. O'zbekistonlikmiz. Kanalga obuna, like bosib qo'yinglar. Men boshqa kanalim bor YouTube'da. Beautiful through ball. Prosta bu o'yindan o'ynaganim uchun Carrying the ball bu forward. o'yinga bitta kanal ochdim. Mana shunday payt hardam tiqilib yuringlar. Mana shunday olib qo'yasanlar. Through ball. Qaddiy nazarda mana shunday ekran tagida pas beraversalar ham qo'rqmanglar, baribir olasanlar. Can they finish? That was an amazing save. Ko'rasizlar. Agar mana shunday tursa, orqaga bir tashlab qochinglar. Away from immediate danger. Men hardam ichiga tepib boraman. Tried a through ball. Through ball. A through ball attempt. It's in! Plenty of power on that. Ko'rasizlar, zo'r vaziyat bo'ldi. Sensational stop from the keeper. Boz yo bu burchakka yo bu burchakka tashlaydi. Nari burchakka tashlaydi ekan. Bu YouTube kanallarda umuman 10 minutdan ko'p video bo'lmaydi. Nima deganda 10 minutdan ko'p video qo'yolmayman men. Seeking out a passing lane. Lekin hali buni to'g'rilayman men. Heavy shot. Hit the post. Zo'r vaziyat bo'lganda Behind the to'g'ri. line for a goal kick. Ovozim juda xarob bo'lishi mumkin. Sending it deep. Chunki men tomog'im og'rigan. Videoni boshida aytmadim, like, obunani bosib tashlanglar. Dispossessed. Good ball movement. Ha. Decent position here. Men nargi YouTube kanalim bor. Mana bu yerda chiqarib qo'yaman. Burchakda chiqarib qo'yaman. To'xtatish degan joyga, The ball went out of bounds. mana bu joyga. Shu joyga chiqarib qo'yaman. So we'll restart with that throw in. Men to'pga o'ynadim bu joyda. Shuning uchun hakam shtraf demadi. Carrying the ball forward. Sar o'zalari ham baribir patkat beringlar. It's in. Plenty of power on that. Tepib oringlar mana shunday payt. Goalkeeping. Odamga. Heavy shot. Shundaga bu yerdan ham tepib oringlar. Oh, they lose possession. Shunda now. gol bo'lish ehtimoli ko'p bo'ladi. Effort, but just lacking accuracy. Restart from the goalkeeper. Looking for options. Good play, one-on-one. Hammaga video tugadi. Might be able to get